Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi mol tarozimizni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga mol tarozi olib keldik. Uzunligi 2 metr, eni 1 metr. Bo'yi 120, ko'tarish tonnasi 2 tonnalik, 2 yil garantiyasi bilan zapchast Turkiyaniki. Bu tog'amiz bizdan ham oldin tarozi olishgan edi, yana zakaz qilishdi. O'zimiz olib kelib dastavkasi bilan qilib berdik. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Rahmat. Shu obunachilarga o'zingiz nima deydi, tarozi nimasini, sifatlarini tushuntirib ketsangiz, tavsiya qilasizmi obunachilarga? Obunachilar qo'rqmasdan xaridor bo'laveringlar. Bularni tarozisiga biz 2 yil ishlatdik. Bundan oldingisini, bundan oldin kelishlatdik. Uni ozroq narxda berib yubordik. Berib bularga yana ikkinchi tarozini, bularda mustahkamligi, chidamliligi yaxshi uchun ikkinchi tarozini oldik. Mana bozorga keldilar. Ko'ngildagidek bo'lgan. Ko'ngildagidek chiqdi, xudo xolasa. Buni ham Allohim hammamizni ishimizni Xudo o'ylasin. Tenjonlar bilan ham tenjonlari sog' bo'lsin. Aytganingiz. Nima o'ylagan bo'lsa, o'ylagan maqsadlarga yetkazsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yashang tog'a, rahmat. Kimgadir shunaqa tarozilarga yasash xizmati kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Turkiya tarozilar yasash xizmati. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.